Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ICT kursini 8-darsini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugungi o'tiladigan mavzu Advanced Market Structure. O'tgan safar biz market struktura haqida gaplashdik. Ya'ni nechta 3 xil market struktura haqida gaplashdik. Ya'ni birinchisi bu bullish trend, ikkinchisi bearish trend, keyingi trend o'zgarish. Xo'p, mana shu darslarni ko'rib chiqqaninglardan keyin o'zingizlar backtest qilib ko'ringlar degandim. O'zingizlar qilib ko'rgan bo'lsanglar yaxshi. Agar savollar bo'lsa, bemalol so'rashinglar mumkin. Xo'p, bugungi o'tiladigan mavzularimiz bizda short term low, short term high va intermediate term low, intermediate term high va undan keyin long term high va lowlar. O'shalar haqida gaplashamiz. O'zi bu nima? Ya'ni strukturani orasida bo'ladigan kichkina strukturalarda high lowlar. Buni liquidness darsini ko'rgan bo'lsanglar, buni tushunish qiyin bo'lmaydi. Xo'p, hozir keyingi slaydlarda sizlarga ko'rsatib o'taman buni. Xo'p, mana bu slaydda ko'rayotgan bo'lsanglar, men bu yoqqa faqat short term low'ni ko'rsatganman. Ya'ni short term low o'zi nima degani? Xo'p, birinchi mana shu narsani ko'rib chiqsak, short term low bu swing low, short term high bu swing high bo'ladi. Buni o'sha liquidness darsida ko'rgan bo'lsanglar, bilishinglar kerak. Biz bundan nimadan foydalanamiz? Bizda ko'rsanglar trend, ya'ni narx tepaga masalan yurib ketyapti. Mana shu yurib ketayotgan joyda bilsanglar, ozgina atkat bergandan keyin bizda kichkina low highlar yasab ketadi. Mana shular bizda short term low va short term high, ya'ni qisqa muddatda sodir bo'ladigan low va highlar. Xo'p, narx buni olgandan keyin nima qiladi? Misol, key levelga kelib tepaga ketishi mumkin. Bu bizga liquidness sifatida bo'ladi. Mana short term high low'lar. Ya'ni masalan bizda narx tepaga chiqyapti va undan keyin pastga atkat bergandan keyin bizda nima bor? Mana bu masalan premium discount tortsak bu joydan bizda 0.5 nuqtasida key level'imiz bor. Xo'p, bu 0. Bu premium discount keyingi darslarda o'rgataman. Bizda mana bu short term low'lar hisoblanadi. Masalan, mana short term low, qisqa muddatdagi low. Xo'p. Bizda narx mana short term low'ni olgandan keyin yokida masalan mana bu joyda short term low'imiz bor. Xo'p, narx shunga tushib, mana shu key level'dan reaksiya olib tepaga qarab ketishi mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda biz short term low va highlardan foydalanamiz. Xo'p, mana bu joyda biz chartda ko'rinishini ko'ryapmiz. Qarasanglar, bu yoqda narx nima qilyapti? Tushib kelib, bizda mana short term low'larni yasayapti. Ya'ni narx yana tushyapti, short term low'ni yasayapti va mana shu ko'rinishda bizda short term low'lar yasayapti. Xo'p, mana shular bizda short term low bo'ladi. Bular bizda short term highlar. Mana bu joylar bizda short term highlar. Biz buni qayerdan bilamiz? O'sha short term bizda short term low'dan keyin long term bo'ladi. Long termdan keyin intermediate bo'ladi. Xo'p, bularni keyinchalik hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi short term low'da qanaqa yasalishini ko'rib olsak, mana ko'rayotganinglardek, short term low nima bo'lyapti? Masalan, bu swing high, mana swing low'da narx pastga tushib yangilab, yana bitta swing low hosil qildimi, undan keyin tepaga chiqyapti. Mana shu ham short term low bo'ladi. O'sha bu short term low pastga ko'chadi. Xuddi shunaqa yana narx buni yangilab qo'yib, yangi low yasadimi, yana short term low bu yoqqa ko'chadi. Xo'p, ana endi biz intermediate term high va intermediate term low haqida gaplashamiz. Xo'p, bizda bu ana endi teskari, ya'ni buy trenddan sellga o'zgargan variant yokida qanaqa tushunsak bo'lar ekan? Xo'p, hozircha mana shunaqa tushuntirib turaman. Bizda mana masalan bu short term high, ya'ni swing highlar. Swing high bor, narx bizda yana mana shu swing highda yangilayapti. Undan keyin bizda narx o'sha tepaga chiqib, yana swing highda yangilayapti. Ya'ni short term low yasayapti. Short term high deganim. Short term high yasagandan keyin o'sha bizda narx tepaga chiqdimi? Tepaga chiqqandan keyin bizda mana bu ko'rsanglar, mana bu high bormi? Mana bu highdan keyin bizda yangi high yasalmayapti mana. Mana shu highda qotgan narx. Mana shu highdan keyin bizda yangi narx high yasamayapti.
high yasamadimi? Undan keyin narx pastga tushib, yangi uje bu high yasamasdan turib keyin pastga ketdimi, yangi high yasaydi-yu. Mana shu yangi high yasagan paytda, ya'ni short term high yasagan paytda bizda uje bu joyimiz, o'zi bu joyimiz ham bizda short term high bo'ladi birinchi. Qachon bu intermediate ga o'zgaradi? Qachonki bizga narx pastga tushganda yana bitta short term high bersa. Mana shu yangi short term high yasalsa, ana endi bizda bu uje intermediate term high ga kiradi. Ya'ni men nimaga buni tushuntiryapman? O'zi bu nima asosida ishlaydi? Ya'ni buni vazifasi nima degan savol bo'lishi mumkin. Xo'p, buni vazifasi qanaqa? Intermediate term high deb. Masalan, biz trendni aniqlashdi. Narx tepaga ketyapti. Hozir sizlarga mana short term low misolda ko'rsataman. Masalan, bizda mana short term low bor, to'g'rimi? Yana narx pastga tushib, yana tepaga ketdi. Yana short term low bor. Undan keyin narx bizda pastga tushib, bu short term low'ni olib yangi short term low yasadimi? Narx tepaga ketib, yana pastga tushdi, to'g'rimi? Mana pastga tushganda, mana bu joyda yana bizda short term low yasaladi. Mana shu short term low yasalganda uje olib qo'ygan joy bor, masalan, oxirgi mana short term low'ni olgan joy, mana shu low bizda uje intermediate bo'ladi. Xo'p. Mana bu joyda olgan, bu uje intermediate term low bo'ladi. Ham olib qo'ygan, mana short term low'ni olgan low, undan keyin narx yangi low yasayapti mana bu joyda. Mana bu joyda yangi low yasayapti. Bu short term low'mi? Uje short term low'dan bu intermediate term low'ga o'tadi. Intermediate term low bizga nimaga kerak? Xo'p, mana shu savol ana endi bizda uje bu intermediate term low'ni aniqladikmi? Qachonki narx pastga tushib, mana shu intermediate term low'ni buzgandan keyin uje bizda trend o'zgardi deb olsak bo'ladi. Ya'ni uje bundan keyin bizda trend o'zgardi deb olib, uje sell ga ishlasak bo'ladi. Xo'p, intermediate term low highlanib tushunib oldinglar degan umiddaman. Xuddi shunaqa mana bizda uje intermediate term high yasadimi? Stop losslarni ham bemalol tepaga qo'ysak bo'ladi. Qachonki narx kelib turib uje mana shu short term high ni ham yangilab, undan keyin buni yangilagandan keyin uje ana endi biz sekin buyga qarasak bo'ladi. Xo'p, buni tushundinglar degan umiddaman. Ana endi biz intermediate term high low'larni yana qayerda yasalishini ko'ramiz. Xo'p, intermediate term high'lar bizda yoki low'lar PVG larda ham hosil bo'lishi mumkin. Masalan, bizda xo'p, mana bu joyda short term low hosil bo'ldi mana. Chunki mana oxirgi swing low. Undan keyin bizda short term low'dan keyin mana bu joyda nima bor? Bizda bu long term bo'ladi. Xo'p, hozir bu long term haqida gaplashmaymiz. Undan keyin narx tepaga chiqib PVG yasadimi? PVG yasagandan keyin mana shu PVG ning ichida bo'lgan bizda swing low bu intermediate term low hisoblanadi. Biz buni bemalol intermediate term low deb olsak bo'ladi. Yoki-da xuddi shuni teskarisi. Masalan, bizda narx pastga qarab tushib yapti. Bizda mana yerda high bor. Masalan, yo'q. Masalan, bizda qanaqadir high bor. Mana shu highdan kelib turib shu high yasaldi. High yasagandan keyin mana yerda PVG bor, to'g'rimi? Mana shu PVG ga kelib turib yana bizda swing high yasalsa, mana shuni biz intermediate term high deb olsak bo'ladi. Qachonki narx kelib turib mana shu intermediate term high deb buzib ketsa, mana shu trend o'zgardi deb olsak bo'ladi. Ana endi yana sizlarga bitta narsa o'rgataman, ya'ni aytdim hozir, qachonki narx kelib mana shu intermediate term high deb buzgandan keyin olsanglar bo'ladi deb. Intermediate term high'lar yana ham davomiy bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Bizda masalan narx low ga tushib kelyapti, to'g'rimi? Pastga tushib kelyapti. Swing, ya'ni short term high yasadi. Undan keyin narx yana chiqib turib mana shu short term high'ni olib qo'ydi. Olgandan keyin pastga tushdi, to'g'rimi? Bizda mana bu high hozircha short term high bo'lib turibdi. Chunki bu high'dan keyingi bu high. Ana endi yana narx pastga, ya'ni pastga tepaga chiqib pastga tushsa, uje bu joyda yana bizda short term high yasaladi.
Har bitta swing high, short term high bo'ladi bu joyda strukturada. Hop, short term high yasalgandan keyin uje bizda mana olib qo'ydi-yu liquidnessni. Oxirgi short term high'da liquidnessni olib qo'ygandan keyin yana bitta short term high yasalyapti-yu. Ana endi bu short term high bo'lmaydi, intermediate bo'ladi. Shundan keyin yana narx pastga tushib ketdi. Yana bizda high yasadi. Bu yana short term high bo'ladi. Undan keyin yana high yasadi. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bu pastga ko'chadi. Undan keyin narx olib qo'ydi bizni. High'imiz olib qo'ydi-da, yana dal pastga ketdi. Hali ham bu short term high. Qachon yana intermediate bo'ladi, bilasizlarmi? Qachonki yana bizda mana bunaqa high yasalsa, mana shu olib qo'yilgan high uje bizda bu o'chib intermediate ga aylanadi. Ana endi bu intermediate bizga bu yoqqa o'tyapti. Ya'ni bu nima degani? Uje narx agar mana buni buzishini kutmaymiz-da biz trend o'zgarish uchun. Uje mana uni o'zi mana maytdagi intermediate term high'da o'zi buzilsa, bo'ldi, uje biz trend o'zgardi, tepaga ishlasak bo'ladi. Mana shu uchun bizga kerak bo'ladi bu intermediate'ni to'g'ri aniqlash. Bu ichki advanced, ya'ni chuqurlashtirilgan market struktura deyilgan. Ana o'shani sal tushunishinglar qiyin bo'lishi mumkin. Hozir dars ketma-ketligida bir ikkita misollar ko'rsatib o'taman. Xo'p, bizda uje slaydimiz tugabdi. Ana endi sizlarga hozir long term haqida ozgincha tushuntiraman. Xo'p, ana endi bizda long term high va low nima degan? Hop, bizda masalan bu joyda bunday desak, bu joyda short term low'imiz bor, to'g'rimi? Bizda short term low'imiz bor. Undan keyin yana bizda short term low'imiz bor. Mana short term low'da mana ko'rayotganingiz bu low buzdi-da, yana short term low bo'ldi. Ana endi bu qachon long term bo'ladi? Ya'ni long term low bo'ladi. Qachonki yana bizda nima? Short term low yasalsa, uje bu long term bo'ladi. Masalan mana liboy tepaga chiqib ketdimi, bo'ldi. Swing low yasaldimi? Swing low yasaldi, bu bizda short term low bo'ladi. Short term low bo'lgandan keyin uje bu bizda mana short term low o'chib long term, ya'ni mana buni qilib qo'y, long term low bo'ladi. Mana uzoq muddatli anaqa nima desam bo'ladi? Low bo'ladi. Tushundinglarmi? Bizda uje bitta low yasaldimi? Yasalgandan keyin masalan yangi low yasaldimi, tepaga chiqib ketib, yana bizda uje swing low yasaldimi, bo'ldi, uje bu long term bo'ladi. Xuddi shuni teskarisi long term high, ya'ni narx pastga tushdi, high yasadi. Bu long term emas, short term high bo'ladi. Undan keyin narx bizda olib qo'ydi, bu high'da olgandan keyin yangi high yasadimi? Yana tepaga chiqib pastga tushdi-yu. Bularni ham olib bo'lgan. Ana endi bu long term bo'ladi uje bu. Long term high, chunki bu yerda yangi short term high yasalgan. Ana endi yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Biz mana bunaqa olgandan keyin pastga tushib yana bitta high yasalsa, bu intermediate deyotgandik-ku degan savol tug'ilishi mumkin. To'g'ri bu. Ana endi long termni qayerda olish kerak? O'shani tushuntiraman. Long termda bizda har doim biror bir key levelda ko'rishimiz kerak. Masalan, qanaqadir key level bor, mana shu key levelga kelib narx mana bunaqa struktura berdimi, ana o'shanda biz olsak bo'ladi. Buni long term bu. Ya'ni narx bizda har doim yozib qo'yiladi. High time frame, katta time frame'dagi key levelda bo'lishi kerak. Bu struktura bizga nimani anglatadi? Sizlarga mana oddiy misol. Endi strategiya yoki kurslarni ba'zi birlar yomonlamoqchi emasman. Shunchaki ko'pchilik kursda nima o'rgatiladi? High yasaydi, narx buzib o'tdimi, bo'ldi, masalan, bosmi, qanaqadir deyishadi. Deyishi mumkin. Undan keyin yana pastga tushdimi, yana tepaga chiqib buzdimi, bos deyishadi. To'g'rimi? To'g'ri, endi industrial balovatlar degan narsalar bor. Lekin bu o'zi struktura nima desam bo'lar ekan? Ozgina xatoroq. Ya'ni bozor o'zi har doim bilasizlar foydada yuradi. Foydada yurish uchun bizga nima qiladi? Har xil, masalan, strukturalar qo'llashi mumkin. Misol, bizda narx xuddi shunaqa olaylik, masalan, bos qildi. Ko'pchilik nima qiladi? Bo'ldi. Demak, bos bo'ldi. Mana bu key levellar qidirib, yo maytda qanaqadir pastdan order block topib olishadi.
shetdan kiraman deb o'ylaydi. Bitta candle qaytarib yuboradi deb o'ylaydi. Mana shunaqa deb boss bo'ldi deydi-da, mana shu yerdan ketadi deydi. Lekin bizda bozor bundaysiga agar pastga tushsa nima bo'ladi? Yo'q, adashibman, strukturada cho'ch bo'ldi deydi. To'g'rimi? Chunki bossda yangilangan trend o'zgardi deydi. Xuddi men sizlarga o'rgatgan strukturamdaqa boshda o'rgatdim-ku, hamma shunaqa deydi. Lekin yo'q. Bozor tepaga ketib boradi. Ana o'shani nima qildi? Ikkita tarafdan o'yinchilarni chiqarib yorib, o'zi tepaga qarab ketdi. Mana shu paytda hamma bozorda minus qiladi. Ana o'shaning uchun siz har doim kuchingiz kerak. Men bu darsda chiqaraman. Agar hop o'rganishlar yaxshi bo'lsa o'rgatishim mumkin. Ya'ni premium diskontdan qanaqa to'g'ri foydalanish. Hop, bizda mana masalan narx pastga tushdimi? Pastga tushgandan keyin mana masalan yangi struktura yasaydi. Undan keyin bitta pastga mana shunaqa ko'rinishda tushib, tepaga ketish mumkin. Men bu strukturani nimaga o'rgatyapman? Hozirgi advancedda mana shuni topishga sal yordam beradi. Biz boya nimani gaplashdik? Mana bizda уже mana bu masalan bu short term low. Short term lowda narx yechib ketdi-da, yechib masalan tekis ketmay tepaga. Bizda yechdi-da, tepaga chiqib, yana bizda short term low yasadi. Уже ana endi biz bilamiz bu joy intermediate-ligini. Intermediate term low-ligini bilamiz. Chunki bu short term low'da olib qo'yapti bu low. Olib qo'yib, yangi short term low yasam bo'ldi, buni bilamizmi? Ana endi keyingi atkatida qo'shilsak bo'ladi bozorga. Ya'ni haylagacha tepadagi. Mana o'shaning uchun kerak. Long term sizlarga aytdim, key levelda. Sizlarga hozir yana narsa aytaman, yozib olinglar shu narsani. O'tgan safar ham strukturada ko'rsatdim. Ya'ni time frame alignmentlarni, time frame o'zgartirishlarni. Bunda ham xuddi shunaqa narsa. Masalan, narx buzib qo'yib pastga ketib tepaga ketish mumkin-ku. Mana shu joyda masalan buni M5 time frame deylik, H1da ko'rinishi boshqacha bo'lishi mumkin. Mana bu joyda H1da qanaqadir low soyani, masalan qanaqadir deylik, men bunday deylik, masalan qanaqadir candle bor, low'ni narx pastga tushib olib tepada yopilishi mumkin. Tepada yopilib qolgan bo'lsa, biz 5 minutlik mana bu narsani ko'ramizmi? Biz o'ylaymiz, trend yana ketadi deb. Yo'q, lekin 1 soatlikda bunaqa ko'rinyaptimi? Bo'ldi, narx tepaga ketishi mumkin. Har doim trendga qarshi chiqmanglar, shunisi ham bor. Ko'proq sizlarga maslahatim, agar swing ishlamoqchi bo'lsanglar, haftalik candle'larni high low'ga hujum qilinglar. Kunli ishlamoqchi bo'lsanglar, kunli nima desam bo'ladi? Switchlar high low'lari yaxshi. Shuni o'zi yetadi. Unaqa uzoqda ko'zlash kerak emas. Bari siz unaqa 100% bilmaysiz, o'sha joygacha chiqib beradimi, yo'qmi? Kichkina mana shu maydadagi nuqtalarni, haylarni olib ketish kerak bo'ldi. O'shani o'zi yetadi. Xo'p, long term, short termlar tushunib oldinglar degan umiddaman. Hozir men sizlarga misol ko'rsataman. Xo'p, sizlar bilan mana daily chart. Xo'p, bu daily chartda mana premium discount zonasi bor. Premium discountda mana FVG nuqtamiz mana bu joyda joylashgan. Xo'p. Mana shu FVG bizda hozir ya'ni key level bo'lib turibdi. Narx agar mana shu key leveliga kelsa, o'sha kichkina time frame'da boyaga strukturadaqa qarab ko'ramiz. Xo'p, yurgizamiz. Mana bizda uje ko'rayotgan daily time frame'da, ya'ni bu yoqqa keldi, key levelimizga. Ana endi dailydan 1 soatlik o'tamiz. Xo'p. 1 soatlikda ko'rayotgan bo'lsak, bizda mana bu joy short term low bo'lyapti. Xo'p. Mana bizda mana bu joy short term low. Bu bizda hozir short term low bo'lib turibdi. Bu ham short term low, bu ham short term low. Qachon bu long term low bo'ladi? Boya aytdim-ku, key levelga kelgandagi low. Qachonki maytda bizda yana bitta swing low yasalsa. Short term, long termga qiynalsa-da, swing low, swing high desangiz bo'ladi mana bu joyda. Xo'p, mana bizda hozir swing low yasaldi. Mana endi biz buni bu yoqqa mana short term low deb olamiz va
bizda уже mana bu joy long term low'ga aylanadi. Hop, mana. Hop, ana endi kuzatamiz yana bozorda. Bizda mana short term low'da уже narx yangilab qo'ydi. Yangilagandan keyin yana bizda mana short term low bor. Ana endi bu boya ko'rsatganimda qaysinga to'g'ri keldi? Mana shu short term low'ni olgandan keyin yana bitta short term low yasalsa, buni biz qachon intermediate deb olishimiz mumkin? Qachonki bizda yana bitta low yasalsa, mana shuni intermediate deb olishimiz mumkin. Xo'p. Bizda mana low yasaldi. Mana short term low, ana endi biz buni intermediate term low desa bo'ladi. Xo'p. Bizda intermediate term low, bu short term low. Yana kuzatamiz. Уже narx tepaga chiqib ketdi. Hop, bizda yana bitta short term low yasaldi. Hop, short term low'imizni yana bitta narx olib qo'yib, bizda yangi swing low yasadi bu yoqda. Hop. Ana endi bu qachon intermediate term low bo'ladi yana? Yana qachonki bizda short term low yasalsa. Hop, mana bizda уже short term low yasaldi, ya'ni swing low bizda yasaldi. Mana short term low deb qo'yamiz. Ana endi bu bizda intermediate term low bo'lib qoldi. Hop. Mana bizda bu yana intermediate term low bo'ldi. Mana endi yana narxni yurgizamiz. Hop, bizda mana bu joyda yana short term low'imiz paydo bo'lgan. Ko'rayotganinglarda mana bizda уже narx mana bu liquidnessga chiqib ketdi. Уже biz kutgan nuqtaga chiqib qo'ydi, уже liquidnessni oldi. Mana biz hozir ko'ryapsizlar, nima deyman, long termdan boshladikda, bu intermediate aniqlab oldikmi, undan keyin biz savdoga kirsak bo'ladi. Yana intermediate aniqladikmi, undan keyin kirsak bo'ladi. Mana shu bizda advanced market structure deyiladi. Ya'ni chalg'imaslik boshqanaqaligi va mana bu liquidnesslarni kutish. Bir xilla kutmasdan kirib oladi yoki mana уже ko'rsanglar, bunday qaraydi, mana bu FVGdan narx zo'r reaksiya olibdi deydi. Zo'r reaksiya olib ketibdi, tepaga yana dalish ketadi deydi. Kattaga lotga kirib qo'ysa, stopni bu yoqqa qo'yib oladi yoki maytlarga qo'yib oladi. Ko'ryapsizlar, narx kelib turib spread hisobiga ham olib ketadi. Ana o'shaning uchun bizda уже intermediate term low'lar shakllanganmi, tagiga qo'yish kerak shularni. Hop, o'zingizlar buni praktik qilib ko'ringlar. Chunki praktika qilmasanglar, umuman bozorda ko'rishinglar qiyinlashib boraveradi. Ya'ni esdan chiqib ketadi. Xo'p. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hammaga rahmat. Comment, like bosishni unutmanglar, chunki bu video ko'proq ko'rilish uchun comment va qancha like bo'lsa, ana o'shanda rekka chiqadi. Hop, ICT o'rganmoqchi bo'lgan o'rtoqlarga yoki tradingga kirib kelib kurslardan charchagan o'rtoqlarga tashab qo'ysanglar ham bo'ladi. Chunki darslarni, ya'ni mavzular, yaxshi mavzular o'tilyapti. Hammaga rahmat, charchamanglar.